Radiodastur ssenariysi Kelajakka hissa qo'shamiz. Stas, kirish. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va aziz tinglovchilar. Siz maktab radiosini tinglamoqdasiz. Bugungi mavzuyimiz kelajakka hissa qo'shamiz. Har bir yosh o'z kelajagini o'zi quradi. Ammo savol tugiladi. Biz kelajak uchun bugun nima qilyapmiz? Bilimimiz, nutqimiz va jamoaviy ishimiz bilan jamiyatga qanday foyda keltira olamiz? Bugun aynan shu masalalar haqida fikr yuritamiz. Bahodir, bugungi kunda kitobxonlik madaniyatining biroz sustlashganini ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik yoshlar vaqtini telefon va ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazmoqda. Stas, holbuki, kitob o'qish nafaqat bilim beradi, balki insonning tafakkurini kengaytiradi. Kitob o'qimagan jamiyat rivojlanishda ortda qoladi. Bahodir, shuning uchun biz yoshlar kitobni hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishimiz kerak. Stas, yana bir muhim masala, nutq madaniyati. Nutq insonning ko'zgusi. Bahodir, afsuski, ayrim o'quvchilar o'z fikrini aniq va ravon ifodalay olmaydi. Stas, buning asosiy sabablaridan biri kam mutolaa qilish va mashq qilmaslik. Bahodir, kitob o'qigan insonning lugat boyligi keng bo'ladi, fikri aniq va ta'sirli chiqadi. Kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun nutq madaniyatini rivojlantirish juda muhim. Stas, ba'zida esa biz gapiramiz, lekin fikrimiz chalkash bo'lib qoladi. Bahodir, bu fikr mulohazalardagi tizimsizlikdan dalolat beradi. Tizimli fikrlash insonni yetuklikka olib boradi. Stas, agar har bir masalaga mantiqiy yondashsak, to'g'ri xulosa chiqara olamiz. Bu esa ta'limda ham, hayotda ham muvaffaqiyat kalitidir. Bahodir, bugungi kunda ba'zi yoshlar mustaqil ishlashni afzal ko'radi. Stas, ammo jamoa bo'lib ishlash ko'nikmasi yetarli darajada shakllanmagan. Bahodir, holbuki, katta yutuqlar doimo hamjihatlik orqali qo'lga kiritiladi. Jamoada ishlash mas'uliyat, hurmat va sabrni o'rgatadi. Stas, xo'sh, bu muammolarni qanday hal qilish mumkin? Bahodir, birinchidan, har kuni kamida 20-30 daqiqa kitob o'qishni odat qilaylik. Ikkinchidan, sinfda fikr almashish va munozaralarda faol qatnashaylik. Uchinchidan, guruhli loyihalarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Stas, shunda biz nafaqat bilimli, balki madaniyatli va faol yoshlar bo'lib yetishamiz. Bahodir, xulosa qilib aytganda, kelajakka hissa qo'shish, bu katta ishlarni kutish emas. Bu bugundan boshlanadi. Stas, kitob o'qish bilan, nutqni rivojlantirish bilan, jamoada ishlash bilan. Bahodir, agar biz o'z ustimizda ishlasak, kelajak albatta yorqin bo'ladi. Stas, chunki kelajak bizning qo'limizda. Stas, yakun, aziz tinglovchilar. Keling, birgalikda bilimli, madaniyatli va hamjihat yoshlar bo'laylik. Bahodir, e'tiboringiz uchun rahmat. Stas va Bahodir birgalikda kelajak sari dadil qadam tashlaylik.